Ana, qarang, o Gülendam açam go. Berip qarap baqayli. Ha, ço. Gülendam aça. Nim boldu? Nim boldu ekan tang? Qo'ylar tarab ketib, har qancha qissam yig'amayapman. Kerak yo'q. Qo'y bir qisqa menda tajribam bor. Qo'ylaringizni men yig'ib beray. Ço. Amir. Qo'ylarni qasddan qo'yayotgan edim. Sizga deydigan gapim bor edi. Men gazarmaning oldidan o'ssam, sizni ko'ramanmikin deb qo'y baqqali chiqaman. Lekin bir qancha kundan beri sizni zadili ko'rmadim. Qaravulxonaga vazifa ijro qilmagan edim. Taqqa bir chiqib kelsak, 3-4 kunda qaytib kelamiz. Nima vazifa u? Taqqa nimishqa chiqsizlar? Bu tog'da qardan boshqa uchar qushmi bo'lmasa? Harbiy tursak, vatanni qo'g'daymiz emasmi? Gülendam, qo'ylaringizni biz yig'ib beraylik. Ço. Amir. Siz rastullah meni yot ko'rdigan bo'lib qapsiz. Men amalning yo'qligidan yotliq bo'ldim. Sizni saqlab turamaginim uchun ko'nglingizda mendan nafratlayapsiz. Bu gaplarni tilganmaydi. O'tgan ishga salavat. Siz hozir Navruzning xotini. Sizga baxt tilayman. Lekin men baxtli emas. Har kuni sizni eslayman. Agar siz bilan uchrashib qolmagan bo'lsam, balkim Navruz bilan baxtli o'tgan bo'lar edim. Biroq hozir men uchun har bir kun nihoyat taslikda o'tadi. Sizni rostla unutib ketaman. Necha qitim qishingizga istab borayman, yana boshqalarning siz cho'chaq qilishidan qo'rqdim. Hozir ko'nglim pek perişan. Sizni seg'inib chidayolmay qolganimda gazarmaning oldiga berib saqlab turadigan bo'lib qoldim. Ko'nglimda sizni yiroqdan bo'lsa-mu ko'rib olsam, rozi bo'lar edim deyman. Biroq sizni ko'rgandan keyin ko'nglim yerim bo'lib qoladi. Taqdir to'limi adolatsiz bo'ladi ekan. Gülendam, meni burunqideklar aka deb chaqiravering. Ço. Gülendam aça. Yig'labsiz go. Ko'zimga qum kirib ketdi. Mustaqning havo kelimati bek o'zgarishchan. Yoz faslida issiq bo'lgani bilan sovuq bo'lib qolsa, pichoq sanjigandek chidag'ila olmaydi. Shuning bilan ko'zimizdan yosh, yuragimizdan qon eqib, burunqi shodimon kunlar kelmasga ketadi. Xuddi she'r o'qigandek shoirona so'zladi emas. Gülendam acha, bundan keyin qo'ylaringizni bu atrofga etganman. Mustaq yaqinlashgan sira havo shuncha sovuq bo'ladi ekan. Har qancha tonglasaqmiz, sizlardek tonglamasmiz. Sizlar har kuni shundoq egizlarda qattiq jafo chekadigansizlar, qachon? Azobga qarmay har qanday jafo bo'lsin qo'rqmaydi. Sho'jefang, bu qog'oz parchasini yig'ib nima qilasiz? She'r yozaman. Daftarim she'ri to'shib ketdi. Oy, qo'lingiz ushib ketibdi-ku. Uyimga bering, qo'lingizni qo'ymay bilan maylab qo'yay. Ha. Yuring. Ço. Amir, uyga kirib bir piyola atgan choy ichib, ondan keting. Bo'ldi. Yaxshisi qo'ylaringizni qo'tanga kirgizib bering. Sho'jefang, sizlarning o qarovulxonanglar qanchalik egizlikda? U yerda qor laylisi bormi?
6000 metr egizlikdagi tog'da qorlaysa nima qilsin? Shunchalar egizmi? U yerga chiqsangiz beshingiz qayamdi ekan. Dastlabda bardoshlik beramadim. Bir kundimi chiqib bo'lmagan edim. Hozir ko'nib ketdim. Tog'ning janubidagi kungay qiyadan 2 soatda chiqib bo'laman. Ha. Ondaqda xeli jabotadi ekansizlar. Siz tek kichik tursangiz, qanday chiday olasiz? Men degan ozodlik armiya jangchisi tursam. Chu. Omer, kep qopsiz-ku. Ha. Navruz, qaytib keldingizmi? Boya qo'y beqivasam, qo'ylar tarab ketib edi. Shavji fanlar Amir ishkisi qo'ylarimni yig'ib aketdi. Ozodlik armiya jangchilari bek oq ko'ngil ekan. Bir yutum suvni ishkil unimidi. Unda qilsangiz qandoq bo'ladi, Omer? Keling, uyga kirib bir oz isinib eling. Bo'ldi, rahmat. Qismga qaytadigan vaqtimiz bo'lib qoldi. Darhol qaytmasak bo'lmaydi. Shavjefam, ha? Mangayli. Gulendamacha, biz mangdoq. Xo'sh. Xo'shamsa, Omer. Xo'sh. Nimaga oltiraysiz? Gulendamacham bu paylan ishkimizga berdi. Qani elang. Cho. Cho. Yo'ldoshlar, hozir biz Taharda duch kelayotgan ahvollarga asosan Mavjushining xalq uchun xizmat qilaylik degan maqolasini yana bir qitim o'rganishimiz intayin zarur bo'layotdi. Ko'pchilik bu qitim o'rganishni oyoqlashtirishni ilgari o'zingizlarning xotir daftarini yana bir qitim ratlab chiqib, qanday masala bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Shavjefam, ha? Dan degan xatni qanday yozdi? Dan? Oddiy ma'nodagi danni yozamiz. Mu deganlik-chi. Mu? Turib tur, ha? Do'dashim. Ha? Urg'achi ma'nosidagi muni qanday yozdi? Ey, sen aramizda o'rgangan xat topamagandek. Erkak urg'achi degan xatlarni o'rganmoqchimi? Qanday istil bu? O'rgansam nima bo'pti? Ona vatan degan so'zga shu mun yozimiz-ku. Jefang, nima bo'ldi? Rinbanja. Ona vatan degan so'zdagi muni qanday yozdi? Mana. Bilmayman desanglar bo'lmadimi? Ama Tanjandan telefon keldi. Tog'ni qor qoplab ketganligi uchun naqliyat atratidagilar Subash muz dovonida to'silib qoldi. Shuni bilan qaytib ketishga majbur bo'ldi. Tanjan hozir amalni izlab etibdi. U bizdan barliq qiyinchiliklarni yengib, yana bir mezgil bardoshlik berishimizni talab qildi. Bir mezgil degan qancha vaqt kerak? Balkim 20 oy bo'lsa kerak. Payda. Bu qo'limizdagi oshliq 5 kun yeyishga yetadi. Odamning o'zli bo'pti bu. Qarisli odamning ko'ngli ilishidir. Xo'jayinlarni mushundoq kutamsizlar. Ağçı ayım, öyümüzdeki açlıklar tügep kaldı. Buğday unumı tügedi. Keyinki tamaq vaqtı da belki namı yoxub qalam ekin. Uyimizda shunchalik oltin kumush mol dunyo turuqliq tamoqni yemaydigan ish bo'lamdi. Hozirgi ahvolimiz mana shundoq. Oltin kumush pulga yarg'ini bilan uni yegili bo'lmaydi. Endi bir amal qilmasak bu yerda ochliqdan o'lib ketamiz. Vallahi odamni unda qo'rqatmasanchi, unda ishlar hargiz yuz bermagay ilohim. Ana, to'yg'icha yeb olaylik. Bundan keyin mush tamoqni mu to'yg'icha yeyalishimiz natayin. Begim, tek tamaq yemay turib ketdi lo'g'i. O'zim yolg'iz birdam turib olay.
bilan rasmiy so'zlashib baqay deyman. Siz men muvaffaqiyat qilmasam hech kim Qumdovondan chiqib ketamaydi degan edingiz. Hozir sizdan shuni o'tinmoqchiman. Uyimizda yegidek ochlik qolmadi. Bizni Taharga yo'lga sep qo'ysangiz bo'pti ekan. Aslida mush ishmidi. Xotirjam bo'ling. Qo'shinimdagilarning hammasi ochlikdan o'lib ketgan taqdirdimi, uyingizdagilarni hargiz osh qo'ymayman. Hozirli uyingizga ochlik qavatib ber. Menga ochlig'ingiz kerak emas. Men Qumdovondan ketsammi bo'ldi. Bundaq deb turib to'g'ri bo'lmaydi. Sizga boshdan oxir yo'l qo'yib kelyaptiman. Sizni qiz bola ekan demisam, Alloh burun jazolagan bo'libdi. To'g'ri. Xuddi Tangri sizni jazolayotgandek, siz ham meni jazolay olasiz. Hozir hammamiz o'xshashli qiyinchilikqa duch kelib, hayot mamotlikda aytib turyapmiz. Buni siz mendan o'tinroq tushunasiz. Shunga bizga hayotlik yo'l berishingizni umid qilaman. Vaziyat qancha jiddiy bo'lgan sari qiyinchilikqa birlikda taqobil turishimiz. Bir amal qilib bu qiyin o'tgandan birlikda o'tishimiz kerak. O'zingizni o'zginimi aldayman demang. Siz degan harbiy qo'lida temirning sunuqimi bo'lmagan fuqarolarga tahdid silishdan hech nimaga arzimaydiganligini aytib o'tdan bilasiz. Sizning maqsadingiz ularni top o'qiga yem qilib berish, shundaqmi? Aytligingiz to'g'ri bo'ldi. Oldingizda va xijilman. Bu favqulodda mezgilda qo'llanadigan favqulodda strategiya hisoblanadi. Men Majanjoning yigidak oshtamog'imli bo'ladi ekan, uyingizdagilarni hargizmi osh qo'ymayman. Ayina, yanılı sen kargı keldin kızım. Bir qancha yığız geping bilanla Majanjon uyimizga ochliq akab berdi. Demadimmi? Allah bizni ig'ir kunga qo'ymaydi. Men bo'ldi qizim. Bu ishdan xushal bo'lsang bo'ladi-ku. Xushal bo'lamayotman ana. Bu oq nimadan derak berdi bilamsiz? Majanjon bizni hargiz ketgili qo'ymaydigan o'xshaydi. Bizning Taharga ketish orzuyimiz bu yaqinda amalga oshmag'idek. Sunfogan, ayna taqdiriga tanbamaydigan qizgan. Moni begimga bo'lgan ta'sirmi yomon bo'layotdi. Bu ishga yaqinda diqqat qilaylik. Yana bir chatoq chiqib qolmasin. Men o'rlashtiray. Yengjon, qo'shinimizdagilarning kayfiyati toza yaxshi emas. Birodarlar nayt tez g'alaba qilamiz deb o'ylab ekan. Bu yerda uzoq turib kelib, moddiy ashyolarimiz bag'asini xo'rayotdi. Oziq-tuliklar tugab qolay deb qoldi. Pinhan Marvayatga yana telegramma ba. Onundan xabar kelmagili uzun bo'ldi. U chorvachiga bola tug'ib berman deb o'ltiramdi nima? Xo'p. Qachonmi bug'doyniniga eg'izimiz tega. Men sargardon bo'lib yurgan chog'larimda shundoq o'ylaydim. Bir qancha kunlab tomoqni yemaydim. Jefan, tamog'imiz demasmi bek ozob kelyotdi. Qo'sig'im bek ichib ketsa, kamarni texmi changroq bog'lab ol. Bu bo'ladigan chora. Hozir 20 necha kun bo'lib qoldi. Qashqardan keladigan moddiy ashyolar endi yetib kelamisa, o'q-dora, uzuq-tulikimiz tugab ketadi. Hozir qahatchilikdek ig'ir bo'layotdi. 100 yildan buyon ko'rilib boqmagan zo'r tabiiy ofatga uchirdik. Fuqarolarning ko'pchiligi bardosh qilib bermayotdi. Majanjon ularning mol-varalarini bulab ketdi. Ishpiyonlar o'tloqqa o't qo'yib berdi. Garchi Moni begimning o'tlig'i amon qolgan bo'lsa-mu, lekin bu qatam qishivergan o't cho'plarni ushitib o'tdi. Nurg'un fuqarolar qo'ylarni o'ltirib tugitib o'tdi. Chorvachilarning chorvasi bo'lmasa, hayot kechirolmaydi emasmi? Fuqarolar, biz ozodlik armiyaning yiltizimiz. Bo'libmi, mushundaq ahvolda. Ular bilan jafo mushaqqatda o'zaro hamdamda bo'la olsaqlar,
Ondan bu qiyin o'tkaldan o'tib ketalaymiz. Qandaq o'tib ketisizlar? Qo'shinning ahvolini obdan bilaman. Ochlig'imiz yana qancha uzun yetadi? Qancha uzun edi? O'zingiz bir nima deb beqing. Bu suiqashni ko'rib beqing. Qaynoq suvdan farqi yo'q. Hozir osh tuzimi yongimi qolmadi. Jangchilar faqat kuniga bir kapamdan orpa talqinli yelaydi. O'jal. Bugundan boshlab har bir jangchi kuniga yarim kapamdan orpa talqini yeb tursin. Tejab qolgan yarim kapamni chorvachilarga tarqitib beraydi. Payjon, bu jangchilar charlashga chiqadigan, ham po'sti turadigan tursa, qo'shiq to'ymayotsa, vazifani qanday o'rinlaydi? Biz xalqning armiyasi. Xalq bo'lmasa bizning kimga lozimimiz qoladi? Buni bilaman. Armiya bilan xalqning munosabati beliq bilan sudek yaqin. Lekin hozir jangchilarimizning qo'shig'imi to'ymayotsa, ochliqni fuqarolarga berib bersangiz, bu qumga suv sepgandeklar ish bo'lmamdi. To'g'rimi? Bugungi shunday qilamiz. Atichu. Ata. Atning ish uchun bir amal qila oladiganingizga ishonaman. Payjon, imom axunim bizga ochliq qilib kelibdi. Ha? İmam Axunum. Yan Peycan. İmam Axunum. Teştirdinlarmı? Qarang, bu masjidimiz bir qancha yildan buyon yig'ib qo'ygan 5-ochliq edi. Buni har qaysilarga taqdim qilib akeldim. Hammamiz bu qiyin o'tkaldan birlikda o'tib olaylik. İmam Axunum. Sizlar epkagan bu ochliq bizni o'limdan qutuldirib qoladigan bo'ldi. Men barliq jangchilarga vakolatan o'zlariga tashakkur aytaman. Rahmatni menga aytmang. Kaminimiz bir tarafdan taat ibodat qilib, yana bir tarafdan o'zimningla qo'rsig'ini to'xlab o'ltirsam, Alloh meni jazolaydi. Biz ozodlik armiya ham shahrimizdagi fuqarolar bilan hayot mamatda birga bo'lishni xohlaymiz. O'zlariga ko'pdan ko'p rahmat İmam Axunum. Rahmat. Qo'monjon, mehmonlarni ishxonaga boshlaydi. Yuringlar. To'y cho'qisiga o'rlashtirgan portlatqichlar tayyor bo'ldi. Harakatni qachon boshlaymiz? Bu gapingizni qo'ying. Ular darhol ochliq yetkazib beringlar deb oldiryapti. Moshundaq chaqda harakat boshlasak, o'zimizga go'rk olgan bo'lmaymizmi? Biz ular hamdardni bo'g'ilganmigan. Ilk ularni yo'qotqili kelgan. Biroq bu qayerchilikdan daymonlikqa qutulg'ili bo'lmaydi-da. Nimaga oldiraysiz? Hozir oldirashga tegishli odam Yanguan Xay bilan Qashqardagi Gingjong. Ularning shahardagi fuqarolar bilan qarolmay qolmaydi. Karvon kelib qolsalar, biz nechatlikqa erishalaymiz. Undaqda qumda o'ynadigilar qanday qiladi? Yengam. Pinhan Murayettin telegramma kelibdi. O'qi. İyiq o'zini topdik. Biroq tahar shahri qattiq qahatchilik ichida qoldi. Shunga harbiy ochliq bilan ta'minlayolmaymiz. O'zingizlar hal qilinglar. O'zinglar hal qilinglar. O'zimiz qanday hal qilar ekanmiz? Hozir bulaydiganmi ya bo'lmasa? Hozir taharni ishg'ol qilgan taqdirdami, quruq o'stanga marab bo'lib qolamiz. Hech nimaga erishamaymiz. Yanguan Xayga o'xshash ahvolga tushib qolamiz. Bu bir kulkulik ish bo'lmamdi. O'lmagan jonda umid bor debdi ekan. Bu qiyin o'tkaldan o'tamasligimizga ishonmayman. Malaikaga bevosita telegram berib boqamdik ya. Malaikaning zoti kimligini hech kim bilmaydi. Buni Pinhan Marvayetni bilmaydigan tursa. Malaika hozirgi ahvolimizni bilamdigandi. Cho'nxon qiz. Hozir kunimiz bag'an siri tasib ketyapti. Bu qo'ylar jenimizni saqlab qolishdiki, oxirgi umidimiz bo'lib qoldi. Shundoq. Shu kamgacha ochliqning dardini zodila tatib boqmabdi ekanman. Ashyalang'ich kishilarning nima uchun esen ko'tadiganligini oxir tunib yetdim.
hamon o'ladigan bo'lsaqmi, ular bilan bir elchib baqquliq. Cho'nxon qiz, hargiz bu niyatda bo'lmag'ayla. Ularning qo'lida qurol bor. Sizlar ularga tankilanmaydilar. Uning ustiga bu askarlarmi echirqab ketgan bo'rilardek ko'p ketdi. Amanbay tag'a, ketaylik. Ha, Cho'nxon qiz. Bo'rilar keldi. Sizlar nima qilmoqchi? Yana qo'ylarimizni bulmoqchimi? Och qoldik. Elg'o bir nechta qo'ygan. Odam bo'lsa bulab yerdimiz. Haydala. Hey, unda qilmanglar deyman. Hey, unda qilmanglar. Hey, derhal mayıncan qaytın. Jahandar bilan Aynarxon qiz yana erishib qoldi. Tez bo'ling. Ma'qul. Qo'ylarimni qo'ylar. Qo'yibdi. Ko'zimni yo'qot. Bo'lmasa o'ldirdim men. Tag'amiz. Qo'lingizni torting. Voh, voh, voh. Jahandar yengjan, siz degan mening qo'l ostimdagi odam. Sizga buyruq qilyapman. Bundaq gapingizni qo'ying. Birodarlarim sizga ishongashga orqangizdan billa kelgan. Endilikda ular yigidek birini topolmay ochdi o'lsinmi? Birodarlarimning jini mush ayolning bir qancha qo'yig'imi tang bo'laman degan. Bu bir qancha qo'yning ishi emas. Bu degan Moni begimning uydagilarning hayotiga berib taqiladi. Bundaq yiqimliq gaplaringizni qo'ying. Meni qayta to'sig'ingizni qaraganda mush ayollar mabdum bo'lib qolgan o'xshamamsiz. To'g'ri. Men musha ayol uchun shunday qilyapman. Biroq siz degandek emas. Acaba ayollarning avval o'lib ketishiga qarab turamda? Yaxshi-ku. Bu ayol bizdimi mo'yin bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi qilaylik. Bu qumdovandimi turmaylik. Birodarlar, mayli. To'xta! Siz mushu ayolni deb men bilan ilishmoqchimi? Men sizning bexatarligingizni ko'zda tutyapman. Odamzat yashamaydigan bu zaminda tog'ning u tarafiga tutishadigan yo'llarning hammasida ozodlik armiyaning qaravullari bor. Qaramlik qilsangiz, butunlay halok bo'lasiz. Ozodlik armiya botirak bo'lmayman. O'lmagan jonda umid bor debgan. Chigirdan o'tib ketaman. Chegirdan qurolliq o'tib ketsangiz boshqalarning ziminiga tajovuz qilgan bo'lasiz. Bu ikki davlat munosabatiga berib taqiladi. Yana bir xil yo'l shuki, ularga taslim bo'lib, shu davlatning tavalligiga o'tsangiz bo'ladi. Bu ikki yo'ldan qaysisini tanlaysiz? Askarlarimning qo'zig'ini baqsila. Qaysi yo'l bo'lsa bo'laveradi. Men majanjangli bo'ladi ekanman. Bu yo'lning har ikkilisiga muammoysiz. Ajiba mushiyat ochliqda halok bo'lishni kutib o'tiraveram, do'q. Men cho'qim amalni qilaman. Men ishini. Mayli. Ayina. Bugun siz azarayib qoldingiz. Buningga mening askarlarimni yaxshi boshqarmaganligim emas, balki sharoitning nacharligi sabab bo'ldi. Ochliq degan qo'shinni halokatga olib bordi. Rostdan desam, birodarlarimning ochliqdan holsizlanib ketayotganini ko'rib, qo'ylaringizni bulab kelib o'ltirib yegizayotgim kelyapti. Bugun meni bek ta'sirlantiryapsiniz. Lekin hech tushunamadim. Hozir oldingizda hayot mamatlikdan iborat ikki yo'l turibsa, nimishqa taqar qaytish yo'lini tanlamaysiz? Kim meni Tahirga qaytqisi yo'q deydi. Kimning odamni saron qilib qo'ydigan mushundaq joyda yashug'isi bor. Tahir mening ham birodarlarimning haddi hisobsiz qon tarisinga joy. U yaning taqdiri yolri, o'tki yolri, hatto bir tal teshig'imi cho'nqur mehrim bor. U go'yo olqinimdagi siziqchilarga o'xshash hayotimga naqshlanib ketgan. Biroq hozir hamma narsadan ayrilib qoldim.
Bir harbiy uchun aytganda, jang maydonida o'lmaganligining o'zila eng zo'r nomustursa, taslim bo'lsam qandoq bo'ladi? Bu yana muhiti haqiqatan jafoliq, buni o'zgartirish qo'limdan kelmaydi. Shundaqdimi o'zimni qaysarroq tutmasam yana bo'lmaydi. Ahvol mushundoq tursa, yana nima ishg'ollar bilan turkishaversiz? Bu bir e'tiqod. Odam mayli qanchalik mushkulotga duch kelmasin, ruhiy jihatdan tushkunlashmasla bardoshlik bera oladi. Undaq bo'lmaydi ekan, hamma narsa tugaydi. O'z vaqtida taslim bo'lmagan ekanman, hozir taslim bo'lsam hargiz bo'lmaydi. Taslim bo'lib qolsam, qo'saq beqish uchunla shundoq qilgan bo'lib qolaman. O chaqda ishdan nima farqim qoladi? Baya jahondarni cho'qim amalini qilaman deb yo'lga soldingiz. Amaliyotda hech qanday amalingiz yo'q, to'g'rimi? Bu men o'ylanayotgan masala. Ayna. Esingizda bo'lsin. Bundan keyin ish qilganda aql farosatga tayining. Jasoratlik, ammo farosatsiz odamlardan bo'lib qolmang. Ayna! Ha, dada. Ayna. Ular bilan elishib qolganingni anglab. Qo'rqib ketdim. Majanjang bilan jahondar sana azar berib qo'ymagandi. Yo'q, dada. Majanjang meni qo'g'dab qoldi. Qarsam u men o'ylagandek undaq askar odam emas ekan. Harbiy bo'lgani uchun uningmi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor ekan. Hozir qahatchilik bizning tahardir yuz berib qolmasdan, yana majanjang saqlayotgan qumdavondimi yuz beryotdi. Menimcha majanjang u yerda cho'qim uzoq turolmaydi. O jazman jon talishadi. Jazman quturaydi. Shunga hushyorlikni hassilab oshirishimiz, qorovulxonlarni saqlashni hargiz bo'shashtirib qo'ymasligimiz, har vaqt jangovar holatda turishimiz bak zarur. Hozir qayachilikdan boshqa kasalligim bir masala bo'lib qoldi. Yo'lni qor o'zib qo'ygandan boshqa qo'limizda aram 5 kun yetkidek ochliq bor edi. Hozirgacha to'p-to'g'ri 30 kun bardoshlik berdik. Jangchilar orqa-orqadan qizitni so'rlab zukkamdab ketyapti. Bizning banda 3 jangchi yiqilib qoldi. Amaliy kuchimizning jangovarligi ko'rinarli holda tuvallab ketyapti. Doklad. Nima ish? Yanbayjan, Liu Shuwen suluq ishq kesili giribtar bo'pti. Nima? Bundaq egizlikda suluq ishq kesili ko'rilsa, odamning hayotiga tezlik xavf yetmamdi. U o'zining bo'lolmayotganligini his qilib, dori ichish, tamoq yeyishni rad qilg'ili 2 kun bo'lib qoldi. Hozir gap qilg'idek madori maqamidi. Yuringlar. Şöyle. Gözünü açsan gör. Şöyle. Bunu işçi etken. Beden degan inqilobning dasmoyisi. Buni da ayrılıp qalsaq bo'lmaydi. Qani, bir qo'shiq bo'lsin ichib etgan. Hozir bu olamda tamoq yesam isrof bo'lib ketadi. Bu tamoqni yanada qorovulxonadagi yo'ldoshlar yesin. Buni tamoq deb qaramay. Belki salomatligining shifo bo'ladigan dori deb bilgan. Mendan buyruq. Buni ichib etgan. Beyjan, buyrug'ingizga bir qitim xiloflik qilgan bo'lay. Sizga deydigan gapim bor edi. Bo'ladi. Qani degin.
Deve. Peycan. Eli qıçaqda 3 gün tamaq yemeymi? Alvastalarının istikamını kum qılıverkimiz esingizda mı? Esimde. Şundaq eniq esimde. Haqiqatan qıçaq. Bak keskin şundaqla acayip muvaffaqiyatli bo'lgan. Hammamiz rosa buxadan chiqqan edik. Şundaq. Peycan. Özümni bek şərəfli his qılıman. Anam bir parça xat yazıversanız. O bana bir qizni tepib qo'yibdi ekan. Bir qancha qitim meni oldir deb cho'vin. Butun kunga ozod bo'ldi. Sen nimishqa tehichi qaytib kelib, to'yingni qilmaysan deb xat yozibdi ekan. Onunga deb qo'ying, o qiz meni kutmasin. Şöven. Şöven. Yo'ldoshdan shu için. Siz derhal naqliyat atritidan boshlab Targ'a qarab yo'lga chiqing. Yo'ldosh Yang Guanghayning amni bardoshlik vajidi qolmadi. Endi kechiktirishga bo'lmaydi. Xolyanjan, siz qo'g'dashga mas'ul bo'ling. Eng tez surat bilan kech kunduzlab yo'l besib 3 kun ichida manzilga yetib berishinglar kerak. Xo'p. Bu qitim evetkerimiz hayatımızda kutkuzugan nicatlık açlığı. Bunu kütüğü verip gözümüz teşvik gitey dedi. Güntoycan. Bu qitim yoluna bekten kaza olduk. Hop! Kütüğülüş hizmetini derhal orunlaştırım ben. Ha! Uqtum. Assalomu alaykum Navruz. Oy, va alaykum assalom Sabir efendi. Bunda soğukta nemish qilyapsiz? Hammalarning uyida ochliq tugab ketgan tursa, yana nemish qilatdim? Hozir imom xonimga taxti choy olib berib kelyapman. Shu banada Niyaz tog'amga ozroq choy ag'ash keldim. Sabir efendi, uy kirib bir piyola choy ichib oldi menga. Rahmat bo'ldi. Imom xonimning uyida choy ichib kelgan. Bu choyni Niyaz tog'amga berib qo'yasiz. Rahmat sizga. Arzimaydi. Xo'sh emsa. Xo'sh. Men mangay Navruz. Xo'sh emsa. Rahmat ha. Xudoga shukr. Sizga choy qaynatib qo'ydim. Men kalini beqib kiray. Bo'ron chiqib qolarmikan? Bo'ldi, bormam. Yiroqqa bormayman. Kalini qo'tandan chiqamig'li bir qancha kun bo'lib qoldi. Talog'i o'zini aytibla turdi. Hey, bu ocharchilikmi tugamayli ketdi. Bir qancha kundan keyin uni so'yib etamizmikin texi. Birdamdil qaytib kelaman. Bo'pti. Amsa balduroq qaytib keling, ha? Ma'qul.
Yengcan, Pinham Mervayet'ten haber geldi. Azatlık Arimi'nin karvini bugün Kaşgar'dan yolga çıkıptı. 3 günden keyin Taharga yetip kelediken. Bu mu Tanrı'nın iltifatı? Cahandar yencanı çağırıp gel. Obdarak məsləhətli olaylı. Hop. Gülendam. Amir. Sizni endi meni yo'qlab kelmaydigan chig'i debdikanman. Oldin qatim Muzdaq bag'rida qanchalik hasrat chekkanimni bilamsiz? Bilaman. Biroq bizning intizomimiz bor. Men payjonga va'da bergan. Gülendam. Qahatchilik bek uzoq davom qildi. Qo'sig'ingiz echib ketgandi, ha? Bu men tejab qolgan pechinilar edi. Amir, bana sizle mi şundak köyünüsüz? Ben rastlığı hatayatlı hop kaptı ekanman. Amir, sizge yatıq bo'lishni bekmi orzu qilatdim. Şunu sizni her vaqt sığındıgan bo'lib qoldim. Gülendam. Bunda qilma. Gülendam! Siz azatlık armiya bo'lmasangiz mı bo'pti ekan? O chaqda meni elib ketalaytdingiz. Men hech nimaga tortishmaydim. Biroq hozir bizga bek uvol bo'ldi. Yo'q. Siz Navruzning xotini bo'lib bo'ldingiz. Buningdan boshqa gapingiz yo'qmi? Bu gapni menga 3 qatim deb bo'ldingiz. Har qatim anlaganimda yuragim puchilib, xuddi tigi yo'qonga tushib ketayotgandek ümidsizlanib ketdim. Buni bilaman. Biroq ikkimizning ishi mumkin bo'lmaydi. Gülendam. Men Til qisqinchiligingizni tushunaman. Menmi o'zimni odamning hayotida bu degan qanchalik ish edi. O'lim xavfiga chidagan odam uchun buni chidayamag'idek nimasi bor deb izlab boqaman. Biroq yanada chidayolmadim. Gülendam! Gülendam! Hocam, Gülendam! Gülendam. Ne yaptı? Putumuz ağrıp gitti mi? bek og'rib ketdi. Kalıp akıllı çıkmak desem onu maysız. Bu yegi nima qilib kelgandingiz? Og'riqning dastidan chidayolmayapsam, yana mendan og'rinyapsiz. Men yo'lab mangay. Avaylang, ha? Avaylab beni.